Assalomu alaykum. Bozor olami kanalining hurmatli obunachilar. Sho'r chiqmaydigan, umuman sho'rlamaydigan g'ishtlarni ko'rsating deganlarga yana biz Katput g'isht zavodiga keldik akalar. Juda ko'pchilik so'rashgandi. Spet qilmay qolishni yetkazib berishga, xudo xolasa mana hozir yana ham kengaytirib, xudo xolasa xalqimizga sifatli sho'rlamaydigan, umuman akalar sho'ri yo'q g'ishtlar chiqarib berishyapti. Shuni chiroyli qilib syomka qilib beramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Katput qishlog'idamiz, ya'ni Katput g'isht zavodidamiz akalar. Akalar to'liq manzilni tushuntirib qo'yay. Mana bu taraf Farg'onadan kelish. Ko'pingizda mana betonkani o'rniga mana bunaqa to'siqlar qo'yilgan. Mana shundan tugashiga akalar o'ng qo'lingizda mana plakat keladi. Katput g'ishtlari. Bu tarafi Rishton chegarasi akalar, buni qishlog'i va o'zi Rishton. Rishtondan kelishingizda chap qo'lda bo'lyapti, Farg'onadan kelishingizda mana shu joydan akalar bu tarafga qarab yurib ketadi. Xudo xolasa mana shu yerga kelaverasizlar.